yuz yil g'amas ummonning bor adog'i, bog'u dala o'rmonning bor adog'i, hatto moviy osmonning bor adog'i, ammo oliy. Va nihoyat oxirgi guruhimiz. Bu guruhimiz chaqqonlar jamoasi hisoblanadi. Demak, bugungi mashg'ulotga tayyormizmi? Ha. Yaxshi. Guruh sardori bu yerda Parvina qizim. Demak, barabanni aylantiramiz. Demak, 3-savol. 3-savolni o'qiyman. O'simliklar tuzilishiga ko'ra necha qismga bo'linadi? Demak, muhokamani boshladik. Vaqtimiz tugadi. Kim javob beradi? Bu savolning javobini G'affor va Zinura javob beradi. Juda yaxshi. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi ildiz, soya, bar, gul, meva. Javobni qabul qilib oldim. Demak, chaqqonlar jamoasi 1-savolga to'g'ri javob berdi. 1 ball. Yaxshi. Ikkinchi savolimiz. O'simliklar olamini nima deb ataymiz? Ikkinchi nomi. Demak, vaqt ketdi. O'ylab fikrlaymiz. Birinchi nomi botanika bo'lsa, ikkinchi nomi Botanika fani o'rganadi o'simliklar olamini. zoologiya hayvonot olamini. O'simliklar olamini nima deb ataymiz? Tayyormi javob? Ha. Vaqt tugadi. Qani guruh sardori kim javob beradi? Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobini Jabbora va Soliha beradi. Eshitamiz. Hurmatli aziz boshlovchimiz, bu savolning javobi Flora deb ataymiz. Demak, javobni qabul qildik. Va chaqqonlar jamoasiga 2-ballni ham taqdim etamiz.